Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektori kichik serjant Hosilbek Eshnazarov bilan sodir bo'lgan ayanchli hodisa barcha yurtdoshlarimizni larzaga soldi. Ichki ishlar organlarida 2022-yil Yashnobod tumanida ish boshlagan Hosilbek 2024-yildan faoliyatini patrul post xizmatida davom ettirdi. Xizmat davomida huquqbuzarliklarni oldini olishda jonbozlik ko'rsatib, yuzlab yirik xalqaro va ommaviy tadbirlarda jamoat tartibini saqlashda qatnashdi. 2014 da turli huquqbuzarliklarni aniqlashda 4 nafar qidiruvdagi shaxslar, shu jumladan xavfli retsidivistni qo'lga olishda faol ishtirok etdi. 12 nafar zakladchi narkojinoyatchilarni faoliyatiga chek qo'ydi. Rahbariyat tomonidan uning ishchanligi va burchiga sadoqati, muhimi fuqarolar bilan xushmuomalasi inobatga olinib, 2025-yildan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektori sifatida xizmatga safarbar etildi. Poytaxt ko'chalarida harakat xavfsizligini ta'minlash anchayin murakkab va mas'uliyatli vazifa bo'lsa-da, Hosilbek belgilangan topshiriqlarni tez o'zlashtirdi va ashaddiy huquqbuzarliklarga qarshi doimiy ravishda kurash olib bordi. Faoliyati davomida 1392 ta, shundan 324 ta qo'pol qoidabuzarliklarni shaxsan aniqladi. 14 ta mast haydovchini harakatiga chek qo'ydi. Undan tashqari, qarama-qarshi harakatlanish, hujjatsiz transport vositasini boshqarish va qizil chiroqqa bo'ysunmaslik kabi 52 ta qoidabuzarliklarni aniqlab, huquqbuzarlarga qonuniy chora ko'rdi. Chorrahalarda alp qomatini tik tutib, har qanday ob-havo sharoitida qasamyodiga sadoqat bilan xizmat qilish bilan bir qatorda safdoshlari o'rtasida o'z muomalasi va namunali xulqi bilan hurmat qozondi. Afsuski, joriy yilning 25-fevralida tungi xizmatga jalb etilgan kichik serjant Hosilbek Eshnazarov uchun bu so'nggisi bo'ldi. Poytaxtning Mirobod tumani Nukus ko'chasida begona transport vositasini olib qochib, yuqori tezlikda harakatlanayotgan voyaga yetmagan qonunbuzarni yo'lini to'sib, o'z jonini ayamagan holda yuzaga kelish mumkin bo'lgan og'ir oqibatni oldini oldi. Qahramonlarcha harakat qilgan xodim afsuski o'zi og'ir tan jarohatlari oldi. 3 kun davomida ko'rsatilgan tibbiy yordam va mutaxassislarning sa'y-harakatlariga qaramasdan Hosilbek shifoxonada vafot etdi. Oilaning kenja farzandi, ota-onasining suyangan tog'i, 2 qiz va 1 o'g'ilning ishongan qalqoni, rafiqasining sevimli turmush o'rtog'i endigina 33 bahorni qarshi olayotgandi. Sodir bo'lgan holat yuzasidan prokuratura organlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi va 267-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, protsessual tartibda qamoqqa olingan. Mazkur ishda qonun ustuvorligi hamda jazo muqarrarligi to'liq ta'minlanadi. Qahramon xodim xizmatdoshlari hamda Ichki ishlar vazirligi rahbariyati tomonidan so'nggi manzilga kuzatilib, oilasi davlat muhofazasiga olinadi. Hosilbekning ko'rsatgan jasorati esa Ichki ishlar vazirligi shaxsiy tarkibi, safdoshlari hamda u xizmat qilgan xalq qalbida mangu yashaydi. Ona yurt o'z qahramon farzandini hech qachon unutmaydi.